Farg'onalik ustoz jurnalist 85 yoshni qarshi olgan Husanboy Karimov tabiatan har qanday adolatsizlikka qarshi turib, muammoning yechimini topa oladigan jurnalist hisoblanadi. U 20 yil mobaynida Adolat yo'li gazetasining tahririyat raisi va Farovon yurt gazetasining Farg'ona vodiysi bo'yicha muxbiri lavozimlarida ishlash jarayonida yuzlab hamyurtlarimiz muammolarini matbuotga ko'tarib chiqdi va ularning aksariyatini ijobiy yechim topishiga ko'maklashdi. Husanboy Karimov jurnalistlik faoliyatida ko'rgan kechirganlari asosida ministrning omonati romani, cho'qqidan oqqan ko'z yoshlar, iztirob titroqlari, burgut changalida, bo'rilar izidan, jaholat, ajal o'yini romanlarini yozdi va ularda asosan detektiv janriga murojaat qiladi. Voqea hodisalar zamirida real hayot haqiqatlari, huquq-tartibot sohasi xodimlarining mashaqqatli faoliyatlari mujassam edi. 7 ta kitob yozdim, 8-si Qabohat olamidagi sirlar degan 350 betlik kitob tayyor. Shuni chiqarish kerak endi. Shunga endi harakat qilamiz deb turibmiz. Ijod sirli jarayon. U ijodkorning qalbida, shururida, tasavvurida uyg'onadigan o'tli his-tuyg'ular g'alayonidir. Bu g'alayon ijodkorni go'yo o'zgacha olamni sehrli sarhadlari sari yetaklaydi. 85 yosh ulug' yosh. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Xudoga shukr, rizqi nasibamiz bor ekan yuribmiz. Husanboy Karimov hozirda 85 yoshni qarshilayotgan bo'lishiga qaramay, jismonan tetik, hozir javob. Xonadonidan mehmon arimaydi. Ustozning tavallud ayyomi munosabat bilan Farg'ona viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, Farg'ona shahar hokimligi, ommaviy axborot vositalari vakillari yo'qlab kelishdi. Taniqli jurnalist va yozuvchi farg'onalik Don Kixot Husanboy Karimovga Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning tabrigini o'qib eshittirdilar. Faxriy yorliq hamda sovg'alar topshirildi. Bugun kundan juda xursandman. E'tibor uchun shunchalik mana kelishib, hurmat qilishib. Rahmat shu odamga, omadini bersin. Biz hamisha duoda bo'lamiz. Biz bilan suhbat davomida ijodkorga iqtidor, ilhom, badiiy mahorat kabilar zarur bo'lishi bilan birga, uning qalbida insoniylik, donishmandlik, ijodkorlik singari hislatlar qaror topgan bo'lishi lozim deydi Husanboy Karimov. Shu bilan birga e'tirof va rag'bat har qanday ijodkorni, jurnalistni yangi asar, she'r yoki yangi maqola yozishga ilhomlantiradi.